Buyrakdagi toshlar tuzlardan tashkil topgan. Lekin har bir tuz bir xil emas. Shuning uchun ham har bir toshga bitta giyoh to'g'ri kelmaydi. Bugun aynan mana shu toshlarni erituvchi, maydalab tushiruvchi giyohlar haqida gaplashamiz. Unda boshladik. Buyrak sog'lom bo'lsa, butun organizm sog'lom. Unga g'amxo'rlik qilish, sov, ovqat va hayot tarzini boshqarishdan boshlanadi. Buyrak organizmda juft a'zo bo'lib, u qonni tozalash va ichki muvozanatni boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Uning vazifasi qonni zaharli moddalar va chiqindilardan tozalaydi. Ortiqcha suv va tuzlarni chiqaradi hamda kaliy, fosfor muvozanati saqlaydi. Qon hosil bo'lishiga yordam beradi. Buyrakdagi toshlar siydikning tarkibida ayrim moddalarning me'yordan ortiq yig'ilib, kristallanishi natijasida vujudga keladi. Bu jarayon sekin, yillar davomida shakllanadi. Uning asosiy sabablaridan biri suv kam iste'mol qilish. Suv kam iste'mol qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda siydiklar quyuqlashadi, tuzlar erimay cho'kadi. Agarda 1,5 litrdan 2,5 litrgacha kam suv iste'mol qiladigan bo'lsak, tosh xavfi yanada ortadi. Keyingi sabablari ortiqcha tuz iste'mol qilishi, moddalar almashinuvining buzilishi, siydik yo'llar infeksiyasi, oshqozon ichak kasalliklari hamda buyrak va siydik yo'llarida siydik ko'p qolib ketishi hamda irsiy moyillik. Bu holatda sizga toshlarni eritishda tabiiy giyohlardan tavsiya beraman. Diqqat bilan kuzating. Xo'p, polpola giyohidan bir siqim, qizilpoycha giyohidan, ya'ni ziviroboy o'simligining urug'idan bir siqim, xivosh polivoy 40 bo'g'im o'simligidan bir siqim. Xo'p, mana bu ro'yan o'simligining tomirini maydalangan. Bundan ham bir siqim. Bo'ymadron, tisyacha lesnik bu o'simligimizdan ham bir siqim. Keyingisi namatak, shifoniy o'simligini maydalangani. Mana bundan ham bir siqim. Keyingisi yana miyata, yalpiz. Bu o'simlikdan ham bir siqim olamiz. Temir tikan, yakursi bu giyohdan ham bir siqim olib, bu giyohlarni yaxshilab bir-biri bilan o'zaro aralashtiramiz. Aralash juda ham yaxshi bo'lishi kerak, sababi giyohlar aralashgandan keyin zo'r chiqadi. Tayyor bo'lgan aralashmali giyohimizni bir osh qoshiq olib, 1,5 litr qaynoq suvga solib damlaymiz va 20-30 daqiqa bostirib qo'yamiz. Damini olgandan so'ng ushbu damlamani bir kunda 3 mahalga taqsimlab, ertalab, abid, kechqurun ovqatdan oldin iste'mol qilamiz. Davolanish muddati 20 kun, 10 kun tanaffus bilan yana takrorlaymiz. Oshqozonida muammosi borlar, bu damlamani ovqatlanib bo'lib 45 minut yoki 1 soatlardan keyin iste'mol qilgani ma'qul. Bu giyohlarni iste'mol qilgandan so'ng toshlar siydik yo'liga tiqilib qolmaydimi degan savolga javob beradigan bo'lsam, bu holat kamdan kam. Sababi bu damlama toshlarni katib, ya'ni maydalab, bo'laklarga bo'lib, siydik orqali chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak. Toshlar chiqish davomida ozma-oz og'riq beradi. Bu paytda siz og'riq qoldiruvchi dorilardan iste'mol qilib turganingiz ma'qul. Oho, buncha giyohni qayerdan olaman va qanday qilib tayyorlayman deganlar uchun mana bu Rinafix giyohini tavsiya qilaman.
tarkibi deyarli bir xil. Mana shu giyohdan iste'mol qilsa bo'ladi. Sizlar bilan Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi tabib Iskandar Saidov. Bizni kuzatishda davom eting.